Imnida va imnika grammatikasini o'rganamiz. Imnida va imnika yeyo va yeyoning rasmiy shakli hisoblanib, ma'nosi man, sizdirlarni anglatadi. Keling, misollar orqali yaxshiroq tushunib olamiz. Ya'ni, 저는 학생입니다. Men o'quvchiman. 저는 선생님입니다. Men o'qituvchiman. 이것은 책입니다. Bu kitobdir. 저는 우즈베키스탄 사람입니다. Men O'zbekistonlikman. Imnika esa imnidaning savol shakli hisoblanadi. Keling misollarni ko'raylik. 학생입니까? o'quvchimisiz? 선생님입니까? o'qituvchimisiz? 한국 사람입니까? koreysmisiz? Imnida va imnika grammatikalari qachon ishlatiladi? Ular odatda yangiliklarda, taqdimotlarda, intervyu va rasmiy uchrashuvlarda, shuningdek, topik imtihonida ko'p uchraydi. Yeyo va yeyo grammatikasi esa do'stlar bilan kundalik suhbatda va ko'pchilik oddiy muloqotlarda ishlatiladi. Grammatikani tushungan bo'lsangiz, quyidagi gaplarni koreyschaga tarjima qilib ko'ring.